Assalomu alaykum badrinlarimiz, ko'ruvchilar, badrin ko'ruvchilar. Mana hali badrinimiz ko'p turibdi. 45 kun bo'ldi ekkanimizga, hali hech narsa qilgani yo'q. Hali teryapmiz badrinni. Kamchilib qoldi, lekin 40 kilo topshiryapmiz kuniga. Mana ham bor. Ko'pchilik turibdi, tersak bo'ladi, ish qilib bor. 40 kilo bor har kuni. Termalayapmiz. Bor tersak bo'ladi. Endi ko'p emas, bor-da, lekin teryapmiz. Bor, yo'q emas, bor badrinlar. Lekin ko'pchilik turibdi. Yana bir oy teramiz, nasib bo'lsa.